Yoshlik bu o'lkan kuch g'ayrat, yangilikka intilish, tadbirkorlik degani. Bilasizlarmi, u balandparvoz gaplar emas, 10 marta qaytarishga charchamayman. 10 yil o'tadi, 20 yil o'tadi, baribir Ulug'bek paydo bo'ladi, Beruniy paydo bo'ladi, Xorazmiy paydo bo'ladi. Garvardga o'qish bu tasavvurimizda bormidi bir paytlar? Senga o'xshagan farzandlarim 3-Renessans poydevori. O'qinglar, intilinglar. Marra sizlardiki, kelajak sizlardiki. Niyatlarimiz juda baland, rejalarimiz juda baland. Bu rejalarni bajarishda biz hammamiz birlashishimiz kerak.